Assalomu alaykum topdagi qarindoshlar. Men Hamid Nasrdan. Mushning bilan bir necha qitim Habibulloh Ko'sanning ismini atab turib gap qildim. U bir qitim mening ismimni atab turib, "Ya Hamid afandim, yoki Hamidka, yoki Hamid, sen mama gapni xato qilyapsan" deb demidi. Men yolg'iz Habibulloh Ko'san emas. Boshqalarning ismini atab turib, xatosini shunda chiroyli ko'rsatib qo'ydim Qur'on bilan. Ularning to'g'ri qilgan gaplarini cho desa, ma gapni to'g'ri qildi degan vaqtlarim bo'ldi. Tunugin ba'zi qarindoshlar din bilan xurofotni aralashtirib o'tib, yaxshi hukm berolmay, boshqalarga yomon ta'sir berib qo'yganlik uchun Habibulloh Ko'san uning qarda fikr qilibdi-ki, "Mening qilayotgan fikr to'g'ri Habibulloh Ko'sanning. Sizlar din bilan xurofotni ayirib qarmasanglar, men mushtaq fikr qildiganlar chiqadi" dedim. Endi bugun Habibulloh Ko'sanning so'zini yana qayta angladim. Xudo sizlarga nima qildi deydi. Ya da Xudo hech kimga hech nima qilmadi. Shu so'z qilayotganlarmi xurofot bilan dinni ayirib yaxshi tushundiramagan bo'lsa-mi, Xudoni ayblayotgan, Xudo nima uchun bu dinni tushadi deyotgan navzubillah. Unda xeyri yo'q. Unda xeyri yo'q. Diyada shu xurofotni tanqid qilaman deb, shu xurofotning ichidan chiqaman deb, shu xurofotning kayniga millat kirib qolmasin deb, millatni uyg'otish jarayonida qilayotgan so'zlar xuddi shu islom diniga qarshi turayotgandek bir hukm berib qo'ydi. Endi biz o'zimiz islom dinining qayerda? Nimani islom dini deymiz? Habibulloh Ko'sandan o'zidan so'rab boqayli. Siz islom dinidimi? Islom dinidimi? Islom dinida bo'lsangiz, islom dinida ekanligingizni nima bilan isbotlaysiz? Nima bilan isbotlaysiz? Allohning kitobida burmuncha hukmni berib tursa, mayaqtiki yana nurg'un hukmlarni din qilib ko'rsatish bilanmi, yoki Allohning kitobidagi shu hukmlarga xos bir ideya bilan, xos qarash bilan, uningga hech qanday bir narsa qatmay, hech qanday bir narsa o'zgartmay, hech qanday halol harom qatmay, shu Alloh halol qilganni halol, harom qilganni harom deb e'tiqod qilish bilan amal qilamsiz, yoki uningdan boshqa yana bir narsalarni etib amal qilamsiz? Masala bu yerda. Siz mushu dinning ichidami? Bu bir savol. Mushu dinning ichida men desangiz, Qur'onda namoz o'qimagan odamni o'ldirish yo'q. Murtadni o'ldirish yo'q. Zinoxorni chamigisa qilib o'ldirish yo'q. Aysoning tushishiga ishonish, Mahdiyning chiqishiga ishonish. Aysoning tushishiga, Mahdiyning chiqishiga ishonish iymonga shart qilingan narsa emas. Shart qilingan narsa emas. Mushu narsalarni siz mening dinimda deb qarsangiz, sizning diningiz boshqa. Islom dinida emas, u narsa islom dinida yo'q, u narsa. Yo'q. Yoki bo'lmasa, deb qarsangiz, Qur'onni o'qib turib, Qur'on bilan bir javob bering. Qur'on bilan javob bering. Qur'on bilan javob bersangiz, maşallah deymiz. Qur'on bilan javob bermay, millatning beshini qaymoq turib, oyatlarni o'qib, keyindan hadislarni o'qib, uningdagi olimlar aningda birlik kelgan, maningda birlik kelgan deb islom bilan, ya'ni Qur'on bilan hech qanday aloqasi yo'q bir halol, haromlarni, hukmlarni o'tirib qo'yib qo'ysangiz jo desa, din degan mushu o'xshaydi deb millat uningdan saskinib, shuning bilan siz degandek Xudo sana nima qildi deydigan gapni qirg'izib o'tadi. Shu gapni qirg'izib o'tib qolgan nima desa, shu siz e'tiqod qilayotgan ahli sunniy va jamoat dini e'tiqodi ketdi, shu e'tiqodga kishilar.
Ehli sünni ve cemaat şu gapni qig'izib o'tpardi. Qig'izib o'tpardi. Qur'onning ko'rsatgan insonlik bilan bir dinni so'zlasangiz, hech kim sizga bir narsa talanmaydi. Hech kim bir narsa talanmaydi. Hech kim sizni ayblayolmaydi. Qur'on ko'rsatgandek bir inson bo'lsangiz, haq tuyg'ungiz shu Qur'on ko'rsatgandek bo'lsa, haqiqiy insonlikni o'ttirib qo'ysangiz, haqiqiy insonlikni o'ttirib qo'yish bilan o'zingizmi shu insonlikqa mukammal amal qilsangiz, bu demakchi o'g'lim sizni yomon odam yo o'g'ri yo qaroqchi yo haromxo'r demakchi emasman. Ashundaq amal qilsangiz, Qur'ondagini so'zlasangiz, hech kim bir narsa talanmaydi. Allah Sure Furqonning 52-oyatida ey Muhammad alayhissalom, u kafirlarga sen mushu Qur'on bilan taqobil tug'in, men mush kitob bilan taqobil tug'in dedi. Shu kitob bilan so'zlang. Endi siz Ayso tushdi deb e'tiqod qilasiz. Mahdi chiqdi deb e'tiqod qilasiz. E'tiqod qilasiz. Murtadni o'ldirish kerak deb e'tiqod qilasiz. Shuni din deysiz. Zinoxo'rin chamigisa qilish kerak deb din deysiz. Namoz o'qimaganni o'ldirish kerak deysiz. Nurg'un Allah haram demagan narsalarni haram, nurg'un halol haromlarni siz o'tirib qo'ysiz shu hadislar bilan. O'tirib qo'ysiz. Nima uchun siz mushu Qur'onning dinida emas deb jakalaymiz desak, Allah Sure Maidaning 44, 45, 46-oyatlarda Allohning oyatlari bilan hukm qilmaganlar zolimlar. Allah'ның oyatlari bilan hukm qilmaganlar fosiqlar. Allah'ның oyatlari bilan hukm qilmaganlar kofirlar deydi. Aşı imonga shart qilingan Ayso tushdi, Mahdi chiqdi. Aşı namoz o'qimagan odamni o'ldirish, murtadni o'ldirish, zinoxo'rni o'ldirish Allah'ның oyati bilan chiqarilgan hukm shu. Allah'ның oyati bilan chiqarilgan hukm deb bir tal oyatni keltirib o'tirib qo'yib biring. Hammasiga Allah'ның oyati bilan dalil akab biring. Mana shu oyat mushunda hukm bergan, shuning uchun olimlar mushunda hukm berdi. Allah mana mushunda hukm berganlik uchun men shuni din deb e'tiqod qilaman deb javob bering. Javob bering. Oldi bilan biz o'zimizni tuzab, din deganning nima ekanligini bilib, Allohni tunib, Allohni haqiqiy tunita olsak, Payg'ambar alayhissalomni haqiqiy tunib va Qur'on qandoq ta'riflagan bo'lsa, shu peti ta'riflay olsak, uning ikkinchi desa boshqa fikr qiluvchilar Xudo sana nima qildi degidek ochig'ingiz kelgidek holatga kelib qolmaydi. Kelib qolmaydi. Ular sizni bundoq degizib etmaydi. To'xta, mening da'vatgan gapi to'g'ri deydi. To'g'ri deydi. 10 yil bo'ldi men Qur'ondan so'zlayotganim. Siz qopab, ma Qur'ondagi ma oyatni xato so'zlab qo'yding, ma xato ma sening da'vatqining demidingiz. Yoki shu siz ochiqlayotgan shu kishilar Xudo sana nima qildi da'vatgan shu kishilar Hamid Nasrdan sen nima bilsa Alloh meyadi manda deb ekan o deb bir odam deb boqmadi. Nima uchun? Nimishki deb boqmadi? Yurkingizga, iymoningizga, vijdoningizga qo'lingizni silib bir o'ylab beqing. Shu Sure Furqonning 52-oyatida sen mana shu Qur'on bilan yo'lga chiqsang hech kim tankilanmaydi deganlik uchun. Menga tankilalaydi. Allohning oyati bilan so'zlaganligim uchun, Allohning oyati bilan boshqalarning xatosini ko'rsatmaganligim uchun sizmi va boshqalarmi bir narsa dalanmaylik. Menga dalalaydi, meni tillay oladi. Meni tillagan chaqda mening qilayotgan fikrim o'zimning qarishini so'zlab qo'ygan bo'lsam, albatta tillashga, ayblashga haqliq. Lekin men Allohning kitobi bilan so'z qilganligim uchun ular Allohning kitobini bilmisimi, sizmi shuning ichida bilmisingizmi? Bilmisingizmi? Allohning kitobiga iymon keltirganligingiz uchun bir narsa dalanmaysiz. Dalanmaysiz. Demak, men degan shu narsalarni siz din deb e'tiqod qilasiz. Din deb e'tiqod qilasiz. Din shu Qur'onda. Din shu Qur'onda. Qur'ondan boshqa narsa din bo'lamaydi. Din bo'lamaydi. Mayli Payg'ambar alayhisolamning og'zini nisbatlab qo'ying, mayli olimlar birlikka kelgan deb bir narsalarni o'tirg'a chiqing,
u din bo'lolmaydi. Yig'ib aytganda, oldi bilan siz islomga kirib, bidat diningizdan chiqib, uningdan keyin islom uchun gap qilayotgan, din uchun gap qilayotgan odamlarga Xudo sana nima qildi degan gapni qilsangiz bo'ladi. Xudo ularga hech nima, demak Xudo ularga hech narsa qilmadi. Xudo bizga bunday qildi, Alloh bunday qildi. Allah manda bizi ko'tarmaydigan bir dinni yoki aqlimiz yetmaydigan bir dinni yoki bu ishda xurofot bir dinni avatib qo'yib, ma millatni mushu kunga sap qo'ydi da'vatga yeri yo'q. Unda biz kafir bo'ladi ular. Shaksiz kafir bo'ladi unda degan odam. Lekin Allah o'zi tasvirlagandek, Muhammad alayhissalomning Qur'on tasvirlagandek, Allah o'zini shu Qur'onni qanday tasvirlab bergan bo'lsa, shu piti tushundigan bo'lsak, bizni Xudo sizlarga nima qildi deydigan gapni degizib o'tadigan gapni qilmaydi ular. Qilmaydi. Sizlarning qilayotgan so'zlaringlar, qiyomat to'g'riliq so'zlaydigan so'zlaringlar, go'r to'g'riliq so'zlaydigan, go'r azob to'g'riliq so'zlaydigan so'zlaringlar Allah'ın kitabı bilan hech qanday aloqasi yo'q bir narsalarni so'zlaysizlar. Xuddi shu yerga berib jahannamga muakkal farishtalarni ko'rib, nima ish qilayotganligini, jannatga muakkal farishtalarni ko'rib, nima ish qilayotganligini, Allohning oldiga berib, shu jannatda va jahannamda praktik qilib kelgan odamdek so'zlaysizlar. 100 soatlik darsingiz bor, qabr azobi to'g'riliq. Qabrida azob bor degan bir tal oyat yo'q Qur'onda. Shu 100 soatlik darslaringizning ichida bir inson ko'milganda heliqib ikki farishta kirib, uning ismini munkir bilma. Kirib, insonni qo'ptirib, so'rab, uning jannatga kirdiganini, jahannamga kirdiganini belgilab o'tadi. Allah Qur'onda Kıyamet gününün ilgisi, Sure Fatiha'nın 4. ayetinde kıyamet gününün ilgisi, yani hesap gününün ilgisi. Hesapni ilip ulardan orundan turg'izib, hesapni ilip kıyamet günü, onundikin cennetke ve cehennemge kirgizdiganligini Kur'an baştan ayak sözleydi. Gördü azappa degen bir tal azapni Kur'an sözlemeydi. Gördü azappa degen bir tal azapni Kur'an sözlemeydi. Berzak hayatı degan bir hayatni o'tirg'a chiqsa shu darslarda. Berzak hayatı degan bir hayat yok. İnsan ikki hayatni dunyoda beshidan o'tkazadi. Dunyoda bir hayatni, ahiret hayatı ikki hayatni. Qur'on ikki hayatni so'zlaydi. Dunyo hayoti va ahiret hayoti. Dunyo hayoti va ahiret hayoti. Lekin sizlar berzak hayatı deb bir hayatni chiqirib, o'limdek bir Allah insonga rohat qilib bergan bir narsani yo'qlik qilib o'tisizlar. O'limni yo'q chiqarib o'tisizlar. O'limni sizlar mushu ko'zni yumgandan keyin yana bir hayot o'tadi inson. Uningdan keyin u go'rda ashunda bir hayot yashab, u ash tuyg'ular bilan, sezgilar bilan chayon chaqqanni, yilon chaqqanni azoblanib yetib, qiyomat kuni yana qo'pab, keyin yana hisob berdi deb. Qur'on bilan hech qanday aloqasi yo'q bu so'zlayotgan darslarning. Qur'on bilan hech qanday aloqasi yo'q. Shuning uchun millat saskinidi. Dindan saskanmaydi. Mushunda xurofot narsalarni so'zlab o'tasanglar saskinidi. U sizlardan saskanmaydi, yana juma so'zlayotgan narsalardan saskindi. Chunki so'zlayotgan narsalar din emas. Qur'on insonga ikki hayotni so'zlaydi, dunyo hayoti va oxirat hayoti. Aşı gör azabı to'g'riliq 100 saat ders qilgansiz. Xato qilib ekanman deyishingiz kerak. Tövbe qilib ketishingiz kerak dunyodan shu xato so'zlarni so'zlaganligingiz uchun. Tövbe qilib ketishingiz kerak. Ya mening dinim ashu, men dindayman, nima ishing va sening deysingiz mayli. Kafir Allah'ın yaratquchi sifatini inkar qilibmi yashayotdi. Bütün dunyodagi musulmonlarni o'zining og'zi qartib, bütün musulmonlarning ovozini o'ziga qabul qilg'izibmi ahda yashayotdi. Sizmi aşı bid'at, aşı narsa mening dinim ashu desiniz yaşaversiz. Lekin dinim deb, men musulmon deb,
musulmon deb. Mana shu Qur'onda deyotgan musulmon men shu desangiz, shu so'zlagan darislaringizga Qur'ondan dalil qo'yishingiz kerak, dalil akilishingiz kerak. Barzaq hayoti degan bir hayotning boliqiga, go'r azobi degan bir narsaning boliqiga, shafaat degan bir narsaning boliqiga, mo'jiz degan bir narsaning boliqiga Muhammad alayhisolamga mo'jiz bermidiq deyotsa, kimga o shafaat qila oladigan degan 31 dona oyat tursa, bu qiyomat kuni bizni ularni biz o'rinlardan turg'izgan vaqtimizda she'rin uxlayotgan yerimizdan kim o'yg'atdi deb Sura Yasinning 52-oyatida shu o'limning o'zini she'rin deb tasvirlayotsa, hech nimani to'ymaylam o'g'anganligini, ushtum tut o'yg'indiganligini deyotsa, siz u yerda nurg'un yil azob tortib yotadiganligini so'zlasangiz, buning Qur'on bilan hech qanday aloqasi bo'lmasa, bu millat kimga agishidi? Nega agishidi? Shuning bilan eng oxirida kelib, siz o'ylagandek va ko'tagina va bu dinni ashdami Allah bo'lamdi deydiganlar bo'lishi mumkin, lekin topda unda degan deydigan odam tek chiqmadi.